Ana endi pul mablag'lari haqida mavzumizni boshlaymiz. O'zi bu mavzuga qanday qilib yetib keldik? Bundan oldingi video darsliklarini ko'rgan bo'lsangiz, qarang, bundan oldin qanchalik ko'p mavzu o'tganmiz. Bundan oldingi barcha mavzularimizda biz buxgalteriya nima ekanligini, shotlar nima ekanligini, tranzit shotlar nima, aktiv shotlar nima, passiv shotlar nima, hammasi, kontraktiv shotlar nima, kontrpassiv shotlar nima ekanligini hammasini men bu yerda buxgalteriya noldan o'rgatdim. Qarang, qanchalik katta bu yerda darslik o'tib qo'ydik. Ana endi biz barcha shu buxgalteriya shotlari haqida ma'lumotlarni ega bo'lganimizdan keyin, ya'ni buxgalteriyaning boshlang'ich skeletini tushunib olganimizdan keyin, endi birin-ketin buxgalteriya ichidagi shotlarni, ya'ni buxgalteriyaning ichida alohida tovaroviy shotlar bor, tannarx shotlari bor, tranzit shotlari bor, pul mablag'lari shotlari bor, boshqa turli xil o'zlarining bo'lim shotlari bor. Masalan, 10lik shotlar bu xomashyolar bo'ladigan bo'lsa, mana 29 tovarlar turadi. 28 bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz ishlab chiqargan tovarlarimiz turadi. Mana shunday qangi holatda buxgalteriya shotlari raqamlar ketma-ketlikda bo'linib olingan. Endi biz ketma-ketlikni endi hozirgi navbatda biz bu yerda pul mablag'laridan boshlaymiz birinchi navbatda. Chunki biz barcha shotlarni ko'rib chiqqanimizdan keyin endi biz pul mablag'laridan boshlashimiz kerak bo'ladi. Hozir men sizlarga pul mablag'lari shotidan, ya'ni bu nima deyapman bu yerda? Pul mablag'lari shoti qanday o'rin egallaydi buxgalteriyada? Bu pul mablag'lari shotida qanaqangi amaliyotlarda misollar sodir bo'ladi? Mana shunaqangi misollar tariqasida biz hozir 50-10 va 51-10 shotlarni ko'rib chiqamiz va ularning qaysi shotlar bilan bog'lanishi mumkin yoki mumkin emasligini ham mana shu misollar tariqasida ko'rib chiqamiz. Qarang. Mana bu yerda men juda katta mana bu yerda qarang, 50-10 shotini yozib olganman. Mana samolyot shaklida, uning chap tarafida debet, o'ng tarafida kredit tomonidan aks ettirilgan 50-10 milliy valyutada pul mablag'i, ya'ni qo'pol qilib aytadigan, buni buxgalterlar biladi, kassa deb aytishadi 50-10 ni. Va mana bu yerda 50-10 hisob-kitob varog'i, ya'ni bankdagi pulimiz bo'ladi bu. Buni ham 50-10 ni hisob-kitob shoti deyishadi. Hisob-kitob varog'i, endi bu rus tilida hisob-kitob shoti deyiladi. Mana shu holatda bo'ladi. Bu ham qaraydigan bo'lsangiz, qarang, bitta katta samolyot shaklida, ya'ni T shaklida chap tarafi debet, o'ng taraf kredit. Bilamizki, 50-10 shoti bu aktiv shot hisoblanadi. Mana bu 50-10 ham aktiv shot hisoblanadi. Mana shunga qangi holatda T shaklida biz bitta katta shot ochib olganmiz va debet tomoniga men bir nechta misollar keltirganman. Bu nima degani? Debet tomonidagi misollarga bu 50-10 shotiga pul kelib tushyapti degan ma'noni bildiradi. Kredit tomonida bo'lsa, men bir nechta juda ham ko'p misol yozganman. Demak, bu kassadan qanaqangi pul mablag'larini chiqarish mumkin va o'sha pul mablag'lari qayerga chiqishi mumkin degan savollarga, mana shu 50-10 shotidan chiqishi mumkin degan savollarga mana shu yerdagi misollar javob beradi. Endi men bu yerda qarang, bir nechta misollar yozganman 50-10 ga va 50-10 ga. Mana shu misollar tariqasida biz qarang, hisob varaqlarining debet tomonida va kredit tomonida hisob varaq yozganmiz. Mana shuni qaysi shotlarga chiqishi mumkin 50-10 dan, qaysi shotlardan kelishi mumkin 50-10 dan degan savollarga mana shu misollar orqali men qisman bo'lsa ham javob beraman. Endi boshladik. Faraz qilamiz, mana o'rtadagi o'zi faraz qilish shartimiz. Bu yerda mana bu yerda turibdiki 50-10 o'rtada shotda turibdi. Demak, debet tomoniga bo'ladigani mana bu, qarang, bu yerda hisob-kitob shotidan kassaga naqd pul olib kelindi. Demak, mana bu shotimiz hisob-kitob shoti bo'lsa, hisob-kitob shotidan mana bu yerda men chizib qo'yamiz men. Mana hisob-kitob shotidan kassaga pul olib kelindi. Demak, 50-10 shoti debetlanyapti bu yerda. Mana 50-10 debet bo'lyapti. Mana bu yerga 51-10 bo'ladi. Men buni keling boshqacharoq qilib yozaman. Xo'p, sal kattartiramiz mana buni. Xo'p, mana 51-10 shoti, yana kattartirar ekanmiz, ko'rinishi uchun chiroyli. Xo'p, mana 51-10 shoti kredit tomoniga, mana hisob-kitob shotidan kassaga naqd pul olib kelindi. Chiqib ketyapti-da, 50-10 shotining debet tomoniga mana bu yerga kelib tushyapti. Xo'p, mana bu yerga kelib tushyapti. Bu yerda pul kelib tushyapti. Demak, 50-10 dan bitta bizning xodimimiz bordik, bankka bordidagi chek daftarchasidagi ma'lumotlarni to'ldirib, kassaga, ya'ni korxonaning kassasiga olib kelib, pul olib keldi. Mana shunaqangi tarzda bo'ladi. Xo'p, mana bu bizga xalaqit bermasa endi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, tovar sotishda kassaga naqd pul tushdi. Endi bu misolni ko'radigan bo'lsak, masalan, biz bitta magazinga o'tiribmiz. O'sha magazinga xaridor keldi degan, bizni aytaylik, sovun oldi. O'sha sovun 50 ming so'm sovun oldi. Mana shu 50 ming so'm bizni kassamizga kelib tushdi. Xo'p, kassaga qayerdan kelib tushdi bo'lsa, bu yerda bizda shotlarimizda ma'lum bo'ladiki, keling, men sizga shotlarni ham ko'rsataman. Mana bu yerda shotlar rejasi bor, shotlar rejasi. Xo'p, 90-20 bo'ladigan bo'lsa, mana tovarlarni sotishdan daromad. Demak, sovun sotdik biz. Shu sovun sotganimiz aytaylik 50 ming so'mga sotdik. Mana shu 50 ming so'm sotgan sovunimiz bizga daromad bo'ldi. Unga ketadigan sovunni olib kelishga ketadigan xarajat, elektr energiya, o'sha bunagi hammasi ular tannarx hisoblanadi.
Bizga hozir faqat daromad haqida gap ketyapti. Agar daromad haqida o'sha sotishdan daromad haqida gap ketsa, biz 90-20 dan foydalanamiz. Agar yo'q, menga daromad haqida gap ketmayapti, menga tan narx haqida gapirib berdi degan bo'lsa, bizga mana bu yer 91.20 sotilgan tovarlarning tan narxi bo'lyapti. Demak, o'sha sovunni sotib olishimizdagi tan narximiz bu 91.20 ga boradi. Hozir bizga 91.20 emas, bizga 90.20 kerak bo'lganligi uchun mana bu yerga tovar sotishdan kassaga naqd pul keldi. Demak, 90.20 dan o'sha xaridor keldagi 50 ming so'm pul berdi. O'sha 50 ming so'm puli 90.20. Demak, tovar sotishdan daromad shoti kreditlanyapti bu yerda. Mana bu kreditlanyapti va kelib mana bu yerga kassamizga pul tushyapti. Demak, kassaga pul tushgandan keyin kassamiz aktiv shot bo'lganligi uchun debitlanadi. Demak, biz aytganmizki oldindan ham o'sha qanaqangidir sotish amaliyoti bajarildi, har doim ikkita provodka bo'ladi. Bitta provodkasi bu tovar sotishdan daromad provodkasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha daromadni ko'rish uchun biz xarajat qilganmiz. Tanlab provodkasi mana bu yerda ko'rsatiladi. Demak, o'sha sovunni qayerdan oldi? O'sha ombordan sovunni olib chiqib bergan o'sha xodim, kassir. Demak, bu aytaylik 91.10 bo'lsa yoki 91.20 bo'lsa ham bo'ladi. 91.20 dema. 29.10 deylik mana. 29.20 deymiz. Mana keyinchalik tushuntiraman. Xo'p, mana 29.20 dan bu yerga. Xo'p, 91.20 ga. Ya'ni 91.20 nima edi bizda? Tovar sotishdan tan narxi edi. Sotilgan tovar tan narxi edi. Mana buni bu yer ko'rsatilgan 91.20 sotilgan tovarning tan narxi. Demak, qarang, ombordagi sovun sotilgan tovar tan narxiga kelyapti. Mana ombordan kredit tomonida, demak 29.20 bu aktiv shot. Aktiv shotning kamayishi kredit tomonida bo'lardi. 29.20 ni kredit tomonida 91.20 bu tranzit shot edi. Tranzit shotda bilgandek xarajatlar aktiv, daromadlar passiv edi. Demak, tovar sotishda xarajati bu tan narxi, ya'ni bizga aktiv bo'lganligi uchun debit tomoniga ko'payyapti. 91.20 debit tomoniga kelyapti mana 29.20 dan va shu bilan birga tovar sotishdan daromad bu passiv shot edi. Daromadlar passiv deb aytib o'rgangandik biz. 90.20 ni kredit tomoni. Demak, bizning daromadimiz oshyapti. Daromadning oshishi bilan birga mana bu yerga passiv shot bo'lganligi uchun kredit tomoni oshyapti mana. Demak, bu yerda 90.20 shotining kredit tomoniga yozilyapti va 50 shoti shu bilan birga bizning kassadagi pulimiz ham ko'payib qolganligi uchun debit tomoniga kelib yozilyapti. Mana shunaqangi qayerda ko'rsangiz ham sotish haqidagi qanaqadir misol bo'ldimi, sotish haqidagi qanaqadir operatsiya bo'ldimi, barchasi ikkita provodka bo'ladi. Hech qachon bitta provodka bo'lib qolmaydi. Undan keyingisi ta'sischi ulushi naqd pulda olindi deyilyapti bu yerda. Bu qanday bo'ladi deydigan bo'lsak, mana bu yerda bizda 46.10 degan shotimiz bor mana bu yerda mana. Xo'p, 46.10. Mana ustav kapitalini ta'sischilarning ulushlari bo'yicha qarzi degan shotimiz bor. Bu nima degani bo'ladigan bo'lsa, nima degani deydigan bo'lsa, qarang. Men buni ko'rsataman. 83, masalan, biznesni boshlash uchun siz qanaqangidir pul mablag'iga ega bo'lishingiz kerak. Buni birinchi darsda to'liq tushuntirganman, biznesni boshlash haqida va buxgalteriyaga ahamiyat haqida. Demak, ustav kapitali degan shotimiz bo'ladi, 83.30 degan shot. 83.30 shotining debit tomoni bo'ladi va kredit tomoni bo'ladi. Mana bu yerga KT yoziladi, mana bu yerga DT yoziladi. Demak, 83.30 shoti bu passiv shot, ya'ni hisoblanadi. 83.30 shotiga qarama qarshi tarafda 46.10 da aktiv shot hisoblanadi. Aktiv shotning ham kredit tomoni va debit tomoni bo'ladi. Xo'p, 46.10 va 83.30 shoti nima deydigan bo'lsak, 83.30 shoti bu ta'sischining shoti hisoblanadi. Ya'ni korxonani boshlang'ich ochishga ketadigan mablag'i, aytaylik, mana bitta biznes boshlayapsiz, 10 million so'm pul kerak bo'lib qoldi. Shu 10 million so'm korxonada ta'sischining qarzi bor. 46.10 korxonadan ta'sischining qarzi bor deganda qarang. Korxona o'sha ta'sischidan 10 million so'm pulni olish kerak bo'lganligi uchun buni debit tomoniga joylashadi 10 million so'm. Shu bilan birga bu xo'p, videomiz bo'linib qoldi. Mana shu 46.10 bu korxona bo'ladigan bo'lsa, 83.30 bu ta'sischi bo'ladigan bo'lsa, o'sha ta'sischining korxona oldidagi qarzi bo'ladi. Mana bu yerga shuning uchun ham 46.10 ga debetiga 10 million so'm turadi. Mana shunaqangi qo'pol qilib hozircha tushunsalaringiz bo'ladi. Mana shunaqangi holatda bo'ladi. Xo'p, hozircha bizga endi bu kerak emas. Buni o'chirib turamiz. Endi misolimizga qaytamiz. Ta'sischining ulushi naqd pulda olindi deyapti. Demak, korxonadan ta'sischining qarzi bor ekan, aytaylik qanchadir miqdorda qarzi bo'ladigan bo'lsa, o'sha qarzni to'lanishi 46.10 da. Mana bu yerda 46.10 shoti bor. Men boya ko'rsatdim, mana bu yerda mana 46.10 shoti ustav kapitaliga ta'sischilarning ulushlari bo'yicha qarzi. Demak, ustav kapitaliga aytaylik 10 million so'm qo'yilgan, 10 million so'mda belgilangan ustav kapitali, shu 10 million so'mni endi ta'sischi korxonaga berish kerak bo'lib qolyapti. Mana shunaqangi qarzi bu yerga ko'rsatilyapti 46.10. Mana shu bizda hozir bu yerda
aktiv schyot hisoblangani uchun aktiv schyotning kamayishi bu yerda kreditda va ikkinchi aktiv schyot 50 schyotning ko'payishi bo'lyapti. Demak, naqd pulda ta'sischidan pul kelib tushyapti, ko'payishi bu yerda kreditda hosil bo'lyapti. Keyin esa safarda foydalanilmay qolgan bo'nak pul kassaga qaytarildi. Bu endi nima degani deydigan bo'lsak, qarang, mana bu yerda bizda xo'p 4220 degan schyotimiz bor mana. Xizmat safarlariga berilgan bo'naklar. Demak, siz xodimingiz bor, aytaylik siz qishloq xo'jaligi, fermer xo'jaligisiz va sizni aytaylik hozirda fermangiz, korxonangiz, qishloq xo'jaligi fermangiz Samarqandda joylashgan. Yaqin o'rtada Toshkentda qanaqangidir ko'rgazma bo'lib qoldi va u yerda yangi texnikalar ko'rsatilmoqda va sotib olish mumkin. Siz xodimingizga pul berasiz, o'sha pulni ishlatadi, korxonaning pulini ishlatib turib Toshkentga boradi, o'sha ko'rgazmaga qatnashadi, ayrim shartnomalar bo'lsa, shartnomalarni imzolaydiki, yana qaytib keladi. Mana shu xodimga bergan xizmat safari uchun berilgan pulingiz 4220 degan schyotda yuritiladi. Qarang, endi 4220 schyotga aytaylik xodimga 2 million so'm pul berdingiz, u Toshkentga borib qaytib keldi va 1,5 million so'm ishlatdi. Qolgan 500 ming so'mni xodim qaytarib kassaga qo'ysa, demak 4220 schyotning kreditidan chunki aktiv schyotga bu. Aktiv schyotning krediti kamayadi va 50-10 ga kassaga pul qaytib keladi. Mana shunday holatda yoziladi. Mana shu holatda men 50-10 schyotga qanday pul kirishi haqida misollarni keltirganman. Keyingisi mana kassada mehnat haqqi berildi. Endi buni tabiiy ravishda ko'rib turibsiz, kredit tarafida ham yozilyapti bu yerga. Demak, kassada mehnat haqqi berilsa, bu kassadagi pul mablag'i kamayyapti va mehnat haqqi mablag'i ham kamayapti. Ya'ni mehnat haqqidan qarz kamayapti. Aytaylik, masalan, Rashid degan boladan 1 million so'm mehnat haqqidan qarzi bor edi korxonada. O'sha 1 million so'mni kassadan olib naqd pul bergandan keyin kassadagi naqd pul ham kamayib qolyapti. Shu bilan birga boyagi qarzi ham kamayapti. Demak, passiv schyotning kamayishi. Mana bu yerda biz mehnat haqqini qaysi schyotda yuritardik? 6710 schyotida yuritardik. Mana bu yerda mana 6710 yozaman. 60 yo'q. 6710 schyoti mana bu yerda mana. Ish haqqi bo'yicha xodimlar bilan hisob-kitoblar schyoti 6710 schyoti. 6710 schyotning debet tomoniga yoziladi. Mana bu holatda bo'ladi mana. Debet tomoniga yozilsa, demak passiv schyotning debet tomoni kamayishi bo'ladi. Shu bilan birga aktiv schyotning kredit tomonida ham kamayishi bo'ladi mana. 50 schyotning kredit tomoniga yozyapmiz. Kredit tomonida bu aktiv schyotda pul chiqib ketayotganini bildiradi. Keyingisi kassada hisob-kitob schyotga naqd pul olib kelindi. Demak, kassaga qanaqangidir miqdorda savdo qildingiz va shu savdoyingizdan naqd pulingiz mavjud bo'lib qoldi. Shu pulni endi bankdagi hisob raqamingizga olib kelyapsiz mana. Demak, bu schyot bizda qaysi edi? 5110 schyoti edi. Demak, 5110 schyoti bu yerda mana ko'rsataman men. 5110 mana hisob-kitob varag'i deyilgan. O'zi bu sen jadvalni qayerdan olding degan savol tug'ilishi mumkin. Bu jadval mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan. Mana O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standart 21 son BXSM birinchi ilovasida mana shu yerga buxgalteriya jadvali ko'rsatib qo'yilgan. Mana shunda olyapman, osmonda olayotganim yo'q bu raqamlarni. Xo'p, keyingi misolga o'tadigan bo'lsak, xodimga xizmat safari uchun naqd pul berildi. Bu sizga birovman eslatmayaptimi? Mana bundan oldingi misolda xizmat safaridagi foydalanilmay qolgan pul mablag'i qaytib kelib tushgan bo'lsa, 4220 schyotga, endi 4220 schyotga tabiiy ravishda biz pul berib yuboryapmiz. Mana bu yerda 4220 schyoti bo'ladi. Undan keyingisi kassadan ta'sischiga dividend to'landi. Demak, korxona qanchadir muddat davomida ishladi va foyda keldi. O'sha daromadlari bilan xarajatlarni bir-biriga solishtirgandan keyin o'rtada foyda, ya'ni sof foyda bo'lib qoldi. O'sha foydada endi ta'sischiga, o'sha korxona ishlaganlar foyda olganligi uchun ta'sischi uning ta'sischisi bo'lganligi uchun dividendni yechib olyapti. Bu meni pulim, korxonani men asos solganman, men ishlatganman. Menga doliyamni urishimni beringlar deyapti-dagi, dividendni so'rab olyapti. O'sha dividendni korxonaning kassasida pul mablag'i bor edi, naqd puli bor edi. O'sha kassada amang sizda foydangiz mana shuncha edi deb turib, aytaylik 1 million so'm bo'lsa 1 million so'm beryapti. Demak, kassadan ta'sischiga dividend to'landi deydigan bo'lsak, dividend degan o'zining shoti bor, 6610 shoti mana. To'lanadigan dividendlar degan shoti bor. Mana shu yerga to'lanadigan dividend shotiga 6610 yoziladi. Demak, 6610 shoti bu passiv shot hisoblanadi. Demak, nomi bilan o'zi to'lanadigan dividend bo'lgandan keyin bu passiv shot hisoblanadi. Passiv shotining kamayishi, ya'ni dividend hisoblandi va uni kamayyapti. Biz to'lab beryapmiz kassadagi pul mablag'imizni. Passiv shotning kamayishi debet tomonda bo'ladi. Shu bilan birga kassadagi pul mablag'imiz kamayyapti. Aktiv shotning ham kamayishi kredit tomonda bo'ladi. Keyingisi kassada ijara haqqi to'landi deyilyapti. Kassadan ijara haqqi to'lanishi bu 6910 shoti bo'ladi. Mana bu yerda biz 6910 shot yozadigan bo'lsak, mana to'lanadigan operativ ijara. Men bundan oldingi darsliklarni ko'rib boring. Bundan oldingi darslikda men operativ ijara va boshqa ijara, o'zi ikki xil ijara turi bor edi. Operativ ijara turi nima ekanligini men to'liq tushuntirgandim bu yerda. Moliyaviy ijara va operativ ijara bu, operativ ijara nima ekanligini tushuntirganman.
kassada ijara haqqi to'landi deydigan bo'lsak, demak kassadan ijara haqqi to'ladi. Demak kassada pul chiqib ketyapti, ijarachimiz bor edi. Ijarachimizga, "Mayli, senga bu oylik masalan 100 dollar ijara haqqing, endi so'mda yuritamiz-ku, xo'p, 1 million so'm ijara haqqing edi, o'sha 1 million so'mni kassadagi pul mablag'ini beryapman" dedingiz. Kassadan pul mablag'i naqd chiqib ketdi pul. Kassadagi pul mablag'i kredit bo'ladi, chunki kassadan pul kamayapti. Shu bilan birga bizni ijarachini oldimizdagi qarzimiz ham kamayapti. Demak, ijarachimiz bu 69 so'm passiv счетimiz, passiv счетning kamayishi debet tomonda yoziladi. Undan keyingisi kassadan mol yetkazib beruvchi, mana bu yerga yaxshilab e'tibor bering, mana jismoniy shaxs deyilgan. Nima uchun jismoniy shaxs deb turib qavs ichiga olib qo'yilgan? Biz bir narsani bilib olishimiz kerak. Ikkita yuridik shaxs to'g'ridan to'g'ri ularning hisob varag'i bo'lsin va davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan keyin hech qachon naqd pulda, ya'ni kassa orqali bir-biri bilan amaliyot amalga oshirilmaydi, operatsiya amalga oshirilmaydi. Ular har doim 51 счетidan foydalanadi. Shuning uchun ham bu yerda jismoniy shaxs deb qo'yilgan. Demak, kassadagi pul mablag'imizdan mol yetkazib beruvchi jismoniy shaxsga aytaylik biz oziq-ovqat desak bo'lmaydi-ku, xo'p. Restoranimiz bor. Restoranimizdan biz uyida ekiladigan bitta fermer deb bo'lmaydi, uyida tomorqasidan qanaqadir zelen yetishtirgan yoki uydan qanaqadir sut ishlab chiqaradigan odamlardan shu mahsulotlarni olib keldik, jismoniy shaxslardan. Ulardan olib kelganimiz uchun ularga kassadagi pul mablag'idan to'lashimiz mumkin. Mana shu kassadagi pul mablag'i to'lashimiz, kassamizdagi pulimizni kamayish kredit tomonida bo'ladi. Shu bilan birga biz bu jismoniy shaxsga mol yetkazib beruvchilarni 60 da yuritsak ham bo'ladi, 69 90 da yuritsak ham bo'ladi. Uni farqi yo'q. Xohishingiz 60 da yuritgan ma'qul deb o'ylayman men. 60 da yuritadigan bo'lsak, mana bu yerda mana yozib qo'ygan 60 deb yozib qo'yadigan bo'lsak, qarang mana. 60 da biz, xo'p, yana qayerga ketdi? 60 mana. Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga to'lovlar. Mana shu счетni yuritsak bo'ladi. Mana shu счетga yuritganligimiz uchun mana shu счетdagi qarzimizning kamayishi bizda debet tomonda bo'ladi. Nima uchun? Chunki 60 bu passiv счетning kamayishi debet tomonda bo'ldi. Keyingisi kassadagi pul inkassatsiyaga topshirildi. Inkassatsiya o'zi nima deydigan bo'lsak, siz qanchadir miqdorda kassangizda naqd pulingiz bo'lib qoldi va uni har haftadami yo har oydami inkassatsiya xizmati va bank pullarni yig'izilgan sizning hisob raqamingizga tayinlab beradi. Mana shu inkassatsiya xizmati bu yerda 5710 счетida yuritilardi, adashmasam. Xo'p, 5710. Hozirgi paytda inkassatsiyani ko'pchilik ishlatmayapti, chunki har xil bankomatlar chiqib ketdi, hamma o'zi qiladigan bo'ldi. Inkassatsiyani hozirda kam ishlatyapti degan bo'ladi. Mana yo'ldagi pul mablag'lari счети. Nima uchun yo'ldagi pul mablag'lari deb qo'yildi? Inkassatsiya xizmati sizni pulingizni olib ketadigan bo'lsa, u yo'ldagi pul bo'ladi, chunki u mashina bilan keladigan, sizni kassangizdagi naqd pulni olib turib, mashinasiga solib, bankka olib borib, bankdagi hisob raqamingizga tayinlaydigan vaqtdagi o'rtadagi muddat vaqt bu sizning pullaringiz yo'ldaligini bildiradi. Hali u sizning hisob raqamingizda ham emas, lekin hali kassadan ham chiqib ketdi. Shuning uchun ham yo'ldagi pul mablag'lari degan buxgalteriyada счет bor. 5710 счети. 5710 счети bu aktiv счет hisoblanadi. Nima uchun aktiv счет deydigan bo'lsak, u sizni kassangizda pulni inkassatsiya xizmati olib chiqib ketdi. U bankka borib tushib, hisob raqamingizga tushadi. O'sha yo'ldagi vaqtida ham u sizning pulingizda, tushunyapsizmi? O'sha inkassatsiya xizmati mashinasini to'xta, bu yerda xatolik bo'libdi, o'sha pul meniki edi deb olsangiz bo'ladi. Shuning uchun ham u inkassatsiyaga o'tgandan keyin u birovning puli bo'lib qolmaydi. U baribir sizning pulingiz bo'lganligi uchun ham 5710 aktiv счетda yuritilyapti. Demak, aktiv счетning ko'payishi, ya'ni siz yo'ldagi pul mablag'ini ko'paytirib qo'yganingiz uchun debet счетiga, kassaga pul mablag'i chiqib ketgani uchun bu yerda kreditga qo'yiladi. Mana shunaqangi holatda biz kassadagi pul mablag'larini ishlatsak, ya'ni kassa счетiga mana shunaqangi buxgalteriya operatsiyalarni debet tarafini va kredit tarafida ishlatsak bo'ladi. Endi 5110 счетida ham bir nechta misollarni keltiraman va keyingi video darsliklarda ham ketma-ketlikda ko'rib boramiz. Xo'p, endi boshladik. 5110 счетiga ketadigan bo'lsak, 5110 счети bu aktiv счет hisoblanadi. Aktiv счетning ko'payishi debet tomonda, kamayishi kredit tomonda yoziladi. 5110 счети hisob-kitob varog'i degan buxgalteriya tilida hisob счети hisoblanadi. Xo'p, kassadan hisob-kitob счетiga naqd pul olib kelindi. Demak, bunda ham qarang, bundan oldingi misolimizda ham ko'rsatgandik, bunda ham shunaqangi misol bo'lyapti. Kassadan hisob-kitob счетiga naqd pul olib kelindi. Demak, kassadagi счетimiz kamayyapti. Kassadagi счетimiz kamayganligi uchun mana bu yerga 50 kassa счети bo'ladigan bo'lsa, o'sha 50 счетning kamayish kredit tomonida bo'lyapti bu yerda. Mana bu yerda mana 50 счетning kredit tomoniga va bu pul qayerga kelyapti? Hisob-kitob счетiga kelyapti. Hisob-kitob счетining debet tomoniga olib kelib yozaman. Keyingisi hisob-kitob счетiga bank krediti olindi. Aytaylik, biz bank bilan shartnoma kelishdik, yillik 21% bilan bank krediti oldik. Endi bank krediti bizda qaysi счетda yuritiladi deydigan bo'lsak, bank krediti bizda
Xo'p, 6810 uzoq muddatli, masalan, 1 yillik bank krediti oladigan bo'lsak, 6810 shtatida yursak bo'ladi. Endi bu 1 yillik bank krediti hozircha yo'q bo'lsa kerak, mikroqarzlar bo'lishi mumkin. Xo'p, 6810 da yuritiladi yoki 5 yillik, 10 yillik kredit oladigan bo'lsa, 7810 shtatlarida yuritiladi. Demak, 6810, 7810. 6810 bu o'zi raqamni ham past qarang, eslab qolish olsa 6810 shtatda qisqa muddatli bank krediti, 7810 uzoq muddatli bank krediti hisoblanadi. Demak, bank krediti olganimizdan keyin tabiiy ravishda bankdan qarzimiz ko'payib qolyapti. 6810, 7810 bu passiv shtatlar. Passiv shtatlardan qarzimiz ko'payib qolgan, ya'ni bankdan qarzimiz ko'payib qolganligi uchun kredit tomonda yoziladi va shu bilan birga endi bizni kreditni olganimizdan keyin bizning hisob raqamimizga pul kelib tushyapti. Hisob raqamimizga pul kelib tushgandan keyin debet tomoniga yoziladi. Bu 51 shtatning ko'payishini bildiradi. Men birdaniga ko'rsatib ketay, mana bu yerda mana 6810 yozadigan bo'lsak, mana qisqa muddatli kreditlar deb ko'rsatib qo'yilgan. 7810 deb yozadigan bo'lsak, mana bu yerda mana uzoq muddatli kreditlar mana shunaqangi holatda bo'ladi. Hisob-kitob shtiga xaridordan pul kelib tushdi. Xaridordan pul kelib tushdi deyilyapti. Bu yerda demak bu shtatimiz endi bizda qaysi shtat bo'ladi? 4010 shtati bo'ladi. Mana bu yerda mana 4010 deb yozadigan bo'lsak, mana xaridorlar va buyurtmachilardan olinadigan to'lovlar 4010 shtati bo'ladi. Demak, sizni boyagi sovun misolida keltiradigan bo'lsak, sizni xaridor keldi, sovun olyapti. Endi bu yerda endi boya chakana savdo misolida oladigan bo'lsa, endi ulgurji, ya'ni optim sizdan bir kamaz desa bo'lmaydi-ku. Endi bir fura sizdan sovun sotib olmoqchi. Siz katta optim magazinidasiz va sizning hisob raqamingizga pul talab bermoqchi. O'sha u ham bitta o'zini korxonasi bor va o'sha korxonaga sovun olyapti. Demak, 4010 shtotidan olib kelinadi. Demak, 4010 shtoti bu aktiv shtotimiz. Aktiv shtotimizdan xo'p, pul bu yerga qarang. Pul kelib tushyapti 4010 shtotimizda. Aktiv shtotimizda demak aytaylik 4010 da masalan Vali degan bitta Vali degan korxona yo'q, Vali degan korxona xo'p bo'lmaydi bizga. Xo'p, Olmos degan korxona bo'ladigan bo'lsa, 4010 shtotimizda demak xaridor Olmos degan MCJ bor bizda. O'sha Olmos MCJ bizdan tovar olib ketgan. O'sha tovarni olib ketgandan keyin endi bizga pulni talab beryapti. Mana bu qismda debet tomoniga olib ketgan tovarlar masalan 1 million so'm bo'ladigan bo'lsa, 1 million so'm tovari debet tomonida ko'rsatiladi va o'sha 1 million so'mni endi o'shani bizga pulni talab bergandan keyin 51 shoti debetlanadidan keyin 40 shoti kreditlanadi. Demak, shu tovarni endi pulni talab beryapti. Demak, uni shu bilan birga qarzi ham kamayyapti. Mana shu 40 shotini kredit va 51 shotini debet tomonida yuritiladi. Undan keyingisi Xo'p, mana buni to'g'ri tushuntiradigan bo'lsam, qarang mana bu qanday bo'ladi. 40 shot qanday shakllanadi? Mana bu yerga 90 20 shot bo'ladi. Chunki u bizadan mol olib ketgan-ku 90-20 shot. 90-20 shoti nima edi? Sotishdan daromad edi. Demak, biz qanaqanday unga sovun sotganmiz, o'sha daromad shotimizga aytaylik 1 million so'mni bu yerga 90-20 shoti bu tranzit shot edi. Demak, daromadlar bizga passiv edi. Passiv shotning ko'payishi kredit tomonda edi. 90-20 ni bu yerga kreditlardagi 1 million so'mga 40 ni, ya'ni xaridorlarni debitlab qo'yardik. Nimaga 40 ni debitlab qo'yardik? Chunki sovun sotganmizni 1 million so'mga hali bizga pulni talab bermagan. Demak, undan 1 million so'm bizdan debitor qarzimiz bor degan ma'noda 40 ni debitlab qo'yardik. Keyin o'sha 1 million so'm pulini, o'sha 1 million so'm bizga talab bergandan keyin 51 shotiga boyaga qarzi kamaydi degan maqsadda 40 ni endi kreditlab qo'yamiz. Chunki uni 1 million so'm pulni talab berdi-da. O'sha pulni bizning hisob raqamimizga talab berganimizdan keyin mana debet tomoniga talab bergandan keyin 40 ni. Keyin bizni u bilan qarzimiz oldi berdimiz bo'lmaydi, shu bilan hammasi yopilib ketadi. Mana shunaqangi holatda bo'lardi. Xo'p, endi keyingisiga misolga o'tadigan bo'lsak, hisob-kitob shotiga xaridordan bonak kelib tushdi deyilyapti. Xaridordan bonak kelib tushdi. Qarang. Mana bu misolda 40 shotimizda biz xaridorga oldindan biz tovar berganmiz, o'sha 1 million so'mlik sovun berdik. Shu 1 million so'm sovun berganimizdan keyin bizga pulni talab beryapti 1 million so'mni. Endi xaridor hisob-kitob shotiga xaridordan oldindan kelib tushdi pul deyapti bu yerga. Qarang, hisob-kitob shotiga xaridordan bonak kelib tushdi, ya'ni oldindan pul kelib tushdi. Demak, biz unga hali sovun bermadik. Endi bundan oldingi misolga o'lab ketyapman-da. Biz unga hali sovun bermadik, lekin bizga oldindan 1 million so'm pul talab berdi. Endi bu shot 63.10 degan shotimizni yuritiladi. Mana bu yerga qarang, mana 63.10 shoti deb yuritadigan bo'lsak, mana xaridorlar va buyurtmachilardan olinadigan bonaklar. 63.10 shoti passiv shot. Nima uchun passiv shot bo'ladi deydigan bo'lsak, boyaga 1 million so'm talab bergan pulni hali biz unga sovun bermadik-ku. Bu uni puli bizning shotimizda turgani bilan qarang. 51.10 63.10 dan 51.10 ga kelyapti. 51.10 shoti debetlanyaptidan ko'payib qolyapti bizning hisob raqamimizdagi pulimiz. O'sha 1 million so'mga ko'payib qolganligi bilan boyagi 1 million so'm pul hali ham xaridorning puli. Chunki biz unga hali sovunni berganimiz yo'q. Mana shu uchun ham biz buni passiv shotda yuritamiz. Chunki u 1 million so'm xohlagan payt qaytarib olishi mumkin, fikrdan qaytib turib. Shuning uchun ham passiv shotda yuritamiz. Passiv shotiga qarzi ko'payib qolganligi uchun kredit tomoniga yoziladi. Shu bilan bizga bizni bankdagi hisob raqamimizda pul ko'payib qolganligi uchun debet tomoniga olib kelib yoziladi. Keyingisi
hisob kitobchasiga ta'sischidan pul kelib tushdi. Xo'p, ta'sischidan pul kelib tushdi. Biz boyaganda qilsak bo'ladi. 46 yuz shotni yuritamiz bunda ham. Hisob kitob shotiga olib keldi. O'sha ta'sischi qarz bor. Boy bundan oldingi misolda 10 million so'm ko'rsatgandim-ku. Shu endi yarmini 55 million so'mni kassaga olib kelgan bo'lsa, bundan oldingi misolga. Endi yana 5 million so'm hisob kitob shotiga olib kelib pul qo'yyapti. Faqat ehtiyot bo'lish kerak. Hisob kitob shotiga pul olib kelib, masalan, ta'sischi bor. Masalan, Dilshod degan ta'sischimiz bo'ladigan bo'lsa, Dilshod degan ta'sischimiz 5 million so'm naqd pul olib kelib kassaga qo'yadigan bo'lsa, ustav kapitalni shakllantirishni turib, qolgan 5 million so'm bankka olib qo'ygan payti назначенияsiga ustav kapitalni shakllantirish uchun ta'sischi tomonidan, masalan, Dilshodbek tomonidan pul olib kelib qo'yildi deb turib, o'sha bankdagi borib o'sha назначенияsiga yozish kerak, bankka mana pul qo'yadigan payti. Mana shunday holatda 46-10 shotidan kirib keladi 51 shotiga. Keyingisi hisob kitob shotiga maxsus shotdan pul kelib tushdi. O'zi maxsus shotda haqida hali men mavzuni o'tganim yo'q. Maxsus shotlari bizga kerak bo'ladigan shotlar hisoblanadi. Xo'p, buni keyingi darslarga to'liq batafsil aytaman. Hozircha maxsus shot 55-30 ekanligini bilib oling. Shu 51-30 shotini kreditidan 51-10 shotning debet tomoniga pul kelib tushadi. Xo'p, mana bu yerda 55-30 deb yozadigan bo'lsak, mana boshqa maxsus hisobvaraqlar. Bu hisobvaraqlar nima uchun, maxsus hisobvaraqlar nima uchun kerakligini men keyingi darsda to'liq tushuntirib beraman. Keyingisi hisob kitobga lizing qarzi olib kelindi. O'zi lizing nima deydigan bo'lsak, siz biron bir tovarni, to'g'ri aytaylik, uskunani uzoq muddatli bo'lib olishda lizing deyiladi. O'zi lizing uncha yaxshi narsa emas-ku. Xo'p, lizing qarzi olib kelib olib kelindi. Xo'p, lizingga qarz olindi deyiladigan bo'lsa, xo'p, lizingni ko'pchilik har xil shotda yuritsa bo'ladi. 69-90 shotda ham yuritsangiz bo'ladi. Demak, lizingdan qarz oshib qolyapti. Xuddi bank kreditidan qarz oshib qolganlar kabi va 51 shoti 51 shoti bu yerga debetlanyapti. Keyingi misolimizga o'tadigan bo'lsak, hisob kitob shotiga inkassatsiya puli kelib tushdi. Boyagi yo'ldagi pul bor-ku. Shu yo'ldagi pul endi mashina bilan bordidagi bankka borib tushdi. Bankirlar sizni pulingizni ko'rdidagi, siz hisob raqamingizga pul talab berdi. Demak, yo'ldagi pul yo'ldagi pul deb aytgandik, o'sha 57-10 shotidan endi kredit bo'lyapti. Shu 57-10 shotidan endi 51-10 shotiga o'tyapti. Boyagi qarang, 57-10 shotiga bunday qilib biz pulni yuborib qo'ygandik. Debet shotiga, debet tomoniga yuborgandik. O'sha endi bu kredit tomonidan 51 ga olib kelib yozilyapti. Mana shunaqangi holatda biz 51 shotida mana debet tomoniga bo'lgan operatsiyalarni ko'rib chiqdik. Endi kredit tomonidagi operatsiyalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, hisob kitob shotidan kassaga pul olib kelindi. Bu juda sifatli operatsiya bo'ldi. Xo'p, hisob kitob shotidan kassaga pul olib kelishga tabiiy ravishda mana bu yerga 50 ga 10 bo'ladi. 50 ga 10, xo'p, menga bu kerak emas. 50 ga 10 shoti bu kassamiz hisoblanadi. Kassaga pul olib kelingandan keyin mana 51 shotida pul kamayapti. Kredit bo'lib turib, 50 ga 10 debet shot, aktiv shot bo'lgani uchun debetlanyapti. Keyingisi hisob kitob shotida bank krediti to'landi. Boyaga olgan kreditimiz bor edi, o'shani to'lab qo'ydik hozir. Demak, buni aytgandim, 68-10 ham, 78-10 ham bo'lishi mumkin degandim. Ikkalasidan bittasini tanlab olasiz. Xohlasangiz qisqa muddatli bank krediti olgan bo'lsangiz 68-10, uzoq muddatli bank krediti olgan bo'lsangiz 78-10 qilsangiz bo'ladi. Mana shunaqangi holatda bo'ladi. Demak, 51 shoti kreditlanadi va 68-10 shoti. Demak, bankdan qarzimiz kamayganligi uchun debetlanib qoladi. Hisob kitob shotidan turli qarz, kommunal foiz qarzlari va boshqa to'landi. Demak, har xil turdagi qarzlar to'landi, deyapti. Demak, buni 69-90 da yuritsak bo'ladi. Nima uchun 69-90 deb ko'p aytayapman? Har xil lizingga ham 69-90 dedim. Har xil kommunal qarzlarga ham, foiz qarzlariga ham 69-90 deyapman. Qarang, 69-90 nima uchun aytganim ma'nosi? Boshqa majburiyatlar deyapti-da bu yerga. 69-90 ga aynan lizing majburiyati, aynan foizlarni mana shu shotga olib kelasa degani yo'q. Boshqa majburiyatlar degandan keyin uni ichiga umumiy hamma majburiyatlar kirib ketyapti. Demak, bu yerda 69-90 shotini universalligini bildiradi bu. Demak, unga kommunaldagi qarzni ham olib qo'ysangiz bo'ladi. Boyagi jismoniy shaxslardagi boya tovar olgandik, jismoniy shaxslar bonaga olgandik. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari olgandik. Mana shunday qarzlarni ham olib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shunaqangi holatlarni 69-90 ga ish qilib, bu universal shot bo'lganligi uchun mana bu yer debet tarafiga to'landi deyilyapti. Demak, kommunal qarz, qanaqadir qarzdan to'lasangiz, o'sha passiv shotning debetlanishi bu uning qarzni kamayishini bildiradi. Shu holatda bo'ladi deb. Xo'p, hisob kitob shotidan soliqlar to'landi. O'zi qarang. Hisob kitob shotidan soliqlar to'landi deydigan bo'lsak, mana bu yerga 64-10 shotini qo'yamiz. Nima uchun 64-10 shotini qo'ydim? O'zi soliqlar bilan ijtimoiy soliqlarning farqi bor. Buni ham keyingi video darsligida to'liq tushuntirib beraman. Xo'p. Soliq to'lanishini hozircha bilib oling.
hisob-kitob shotidan soliq to'lansa 64 shotiga boradi. Mana bu yerda biz ko'rsatsak bo'ladi. Mana 64 shotni qilsa mana byudjetga to'lovlar bo'yicha qarzlar turlari bo'yicha deyilgan. Demak, soliqlar qanaqa bo'lishi mumkin? Yer solig'ini to'lash mumkin, korxona balansida yer bo'ladigan bo'lsa, mol mulk solig'i bo'lsa, mulk solig'ini to'lash mumkin, foyda solig'ini to'lashi mumkin. Ya'ni qo'shilgan qiymat solig'ini to'lashi mumkin, aylanmadan olinadigan soliqni to'lashi mumkin. Mana shunaqangi turli xil soliqlarni to'laydigan bo'lsa, mana bu yerda qarang, kredit tomoniga qarzi bo'ladi. Masalan, soliqdan aytaylik 10 million so'm qarzi bor, o'sha soliqdagi qarzini hisob-kitob shotidan pulni tayyorlab berib to'ladi. Demak, debet tomoniga o'tdi. Mana bu yerda 1 million 10 million so'm qarzini bu yerdagi 10 million so'm pulni hisob-kitob shotidan to'lagandan keyin mana shu soliqdagi shoti yopilib ketadi. Yopilib ketmaydi, 0 ga tushib qoladi. Hisob-kitob shotida soliq to'landi deydigan bo'lsak, demak 51 shot kreditlanadi, chunki aktiv shot kamayyapti. 64 shotiga biz soliqlarni yuritamiz, byudjetga to'lovlari bo'yicha soliqlarni. Mana shunaqangi holatda debet tomoniga shakllantiriladi. Keyingisi hisob-kitob shotida ijtimoiy soliq va yoki jamg'arib boriladigan pensiya jamg'armasi 0% ga to'landi. Endi bu nima degani? Xodimga biz bilamizki, ishlatganimiz uchun ijtimoiy soliq to'lab beramiz. O'sha ijtimoiy soliqni to'lab berganimiz soliqqa 65 u 20 shotida yuritiladi. Mana bu yerga men yozib qo'yaman. 65 u 20 shoti nima? Mana bu yerga 65 u 20 deb yozadigan bo'lsak, mana davlat maqsadli jamg'armalariga to'lovlar JBPJ degan bu jismoniy jamg'arib boriladigan pensiya jamg'armasiga badallar, ijtimoiy soliq to'lovi ham hammasi mana shu. O'zi ikki dona bu yerga qarang. Jismoniy shaxslarni jamg'arib borilgan pensiya jamg'armasiga badallari 65-20 shotida yuritiladi va ijtimoiy soliq 65-20 shotida to'lanib yuritiladi. Qolgan hammasi yer solig'i bo'ladimi, mol mulk solig'i bo'ladimi, foyda solig'i bo'ladimi, qo'shilgan qiymat solig'i bo'ladimi, hammasi qolgan hammasi 64 da yuritiladi. Nima uchun? 65-20 ga bu jamg'arib boriladigan maqsadli davlat jamg'armalariga tushadi. Ijtimoiy soliq ham jamg'arib boriladigan pensiya jamg'armasi ham. Qarang, o'zi nomi bilan bir xil. Qolgan soliqlar to'g'ridan-to'g'ri byudjetga ketganligi uchun 64 shotida yuritiladi. Mana shu ikkalasi 65-20 shotida yuritiladi. Buni ham chizib qo'yaylik. Xo'p, mana hisob-kitob shotimizdan o'sha 65-20 ni debet tomoniga qarzimiz kamayganligi uchun olib borildi pul. Keyingisi hisob-kitob shotidan moliya yetkazib beruvchidan qarz to'landi. Moliya yetkazib beruvchilarni biz ko'rdik, 60 shot edi. 60 shotida aytaylik, mana bu qismida qanchadir miqdorda qarzimiz bor va o'sha qarzni biz debet tomoniga olib kelib to'laganimiz uchun mana bu holatda to'laganimiz 51 kredit, 60 debet bo'ladi. Hisob-kitob shotida maxsus shotga pul chiqarildi. Boya bundan oldingi misolda maxsus shotdan pul kelib chiqganda 55-30 dan. Shunday 55-30 ga endi pul chiqarilgan bo'ladi. Buni ham yozib qo'yamiz mana. 51 shotidan 55-30 shotiga pul kelib chiqarildi. Keyingisi hisob-kitob shotidan boshqa xizmatlar uchun pul to'landi. Masalan, bank xizmati uchun. Xo'p, mana bu yerga bank xizmati uchun deydigan bo'lsak, qarang, 94-30 da yuritiladi. Ko'pchilik buxgalterlar bank xizmatini xohlasangiz 69-90 shotida yuritsangiz ham bo'ladi. Chunki boya ko'rsatganimda boshqa majburiyatlar deydi. Lekin ko'pchilik tranzit shotlari bank xizmatini yuritadi. Buni keyinchalik sizlarga nima uchun 94-30 ga yuritilishini bank xizmatini to'liq tushuntirib beraman. Hozircha 94-30 da bank xizmati yuritilishini bilib olsangiz bo'ladi. Qarang, 94-30 ga nima uchun bank xizmati yuritiladi deydigan bo'lsak, mana 94-30 ga boshqa operatsion xarajatlar deyilganda, xuddi bu 69-90 shotga o'xshab universal shotda. Qarang, 69-90 shoti bu yerda boshqa majburiyatlar bo'ladigan bo'lsa, 94-30 shoti mana boshqa operatsion xarajatlar shotida. Shu bank xizmati ham operatsion xarajatlarning ichiga kirganligi uchun 94-30 ga borib tushadi. Va xarajatlar bizdagi aktiv shotida, esingizda bo'lsa, tranzit shot 94-30 o'zi tranzit shot. Tranzit shotning xarajatlari aktiv edi, daromadlari passiv edi. Demak, biz bank xizmatiga pul to'lab turib xarajat qilyapmiz. Tranzit shotining ko'payishi, xarajat shotining ko'payishi debet tomonda bo'lganligi uchun shu bank xizmatining xarajatini ko'paytiramiz va debet tomoniga kelyapti. Shu bilan birga bank xizmatiga pul yechib olyapti 51 shotimizda. Kamayishi bo'lyapti-da, bu yerda kredit bo'lyapti, bu yerga debet bo'lib tushyapti. Mana shunaqangi holatda provodga tuzilsa bo'ladi. Keyingisi hisob-kitob shotidan dividend to'landi, yuridik shaxsga deyapti. Xo'p, aynan nima uchun yuridik shaxsga deydigan bo'lsak, mana bu yerga 66-10 qilamiz. Boya aytgandim, kassadan pul bersa, bu jismoniy shaxsga bo'ladi. Bizni korxonani ta'sischisi, qarang, bitta korxona, masalan, Olmos degan korxonani, Olmos degan tashkilotni MCJning ta'sischisi Maroqat degan MCJ ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bitta korxona ikkinchi korxonaga ta'sischi bo'lishi ham mumkin. O'shanda dividend to'lashda hisob raqamdan to'lab beriladi, naqd pul to'lab berilmaydi. Mana shunaqangi holat bo'lgan. Bu yerda 51-10 shotidan pul chiqib ketgandan keyin 66-10 shotiga borib tushgan. Demak, mana 66-10 shotida analitika ochib olsak, masalan, 66-10 shotiga Maroqat degan MCJ bizning korxonaning ta'sischi, bitta korxonaning ta'sischisi ikkinchi korxona bo'lyapti hozir. Maroqat degan korxonaning
bo'ladigan bo'lsa, olmasdagi MCH'da 51 schyoti olmasdagi MCH dividend to'lasa, 51 schyoti olmasdagi MCHdan chiqib ketadi, kredit bo'lib turib, 66 schyotga borib turib tushadi. Mana shunaqangi holat bo'lyapti. Hisob-kitob shoti moliya yetkazib beruvchi oldindan bo'nak to'lovi to'landi deyapti. Demak, biz aytaylik endi sovun ishlab chiqarish uchun bizga qanaqadir mahsulot kerak bo'ldi, tovar kerak bo'ldi. O'sha tovarni biz moliya yetkazib beruvchidan olyapmiz. O'sha moliya yetkazib beruvchidan tovarni olganimizdan keyin biz tovarni olishimiz uchun unga qanchadir miqdorda oldindan bo'nak to'lovi, ya'ni ishonch uchun bo'nak to'lov qilib qo'yishimiz kerak. Mana shu oldindan qiladigan bo'nak to'lovimiz bizga 43.10 shotida yuritiladi. Qarang, o'zi bitta fishkasi bor. Xaridor shoti 40 shotida. Xaridor bizga oldindan pul talab bersa 60 shotida. Moliya yetkazib beruvchi shoti 60 shotida yuritiladi. Va moliya yetkazib beruvchiga biz oldindan pul talab beradigan bo'lsak 43 shotida yuritiladi. Qarang, qanchalik o'xshash bir-biriga. Demak, biz moliya yetkazib beruvchiga oldindan pul o'tkazib qo'yganimizda 43 shotida yurityapmiz. Nima uchun 43 shotda aktiv shotda yurityapmiz deydigan bo'lsak, biz moliya yetkazib beruvchiga pul berganimiz bilan, uni hisob raqamiga pul talab berganimiz bilan, u hali bizning pulimiz-da. Chunki tovarni biz olganimiz yo'q. Xohlagan paytda pulimni qaytarib bergin desa, tovar bermaysan deb olib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun ham 43 shotida yuritiladi. Demak, 43 shotni debit tomonda yuritdik. Hisob-kitob shotidan kimgadir foizsiz qaytariladigan qarz berildi, deyapti. Aytaylik bitta masalan, Olmos degan hozirgi misoliga keltiramiz. Olmos degan MCH Maroqan degan MCH rahbari bilan o'tiruvdi. Olmos degan MCHning rahbari Maroqan degan MCHning rahbari bilan o'tiruvdi. Maroqan MCHga srochna pul kerak bo'lib qoldi. Hali o'zini shotida puli yo'q. Sen menga Olmos degan MCHning rahbariga aytdi, "Sen menga pul berib turgin, men senga 2 kunga qaytaraman" dedi. Bo'ldi, men senga qaytariladigan moliyaviy yordam beraman dedi. Buxgalterga telefon qildi. Buxgalter, "Sen Maroqan degan MCHga qaytariladigan moliyaviy yordam tayyorlarga 10 million so'm" dedi. O'sha 10 million so'm pulni taylab yuborishi mana shunaqangi holatda bo'ladi mana. Bu shot qanday yuritiladi desak, 4890 shotida yuritiladi mana. Mana bu yerga 4890 shotda yuritadigan bo'lsak, shu shotida. Mana boshqa debitorlik qarzlari deyilyapti bu yerda. Demak, debitorlik qarzlari foizsiz deyapti. Demak, u foizli bo'ladigan bo'lsa, 10 million so'm berdik-ku yordam puli. 10 million so'm menga 11 million so'm qaytarasan deydigan bo'lsa, umuman boshqa mavzu bo'ladi. O'zi foiz yaxshi narsa emas. Yo'q, 10 million so'mni hozirga beryapman, 2 kundan keyin qaytarib berasan deydigan bo'lsa, 4890 shotida yuritiladi mana. 4890 shoti ham bitta qarang, qiziq narsasi bor. 4890 shotida bizni kimgadir pulimiz bo'lsa, yuritamiz. 6990 shotiga kimnidir bizdan puli bo'lsa, kimnidir bizdan puli bo'lsa, mana shunaqa 6990 shotida yuritsak bo'ladi. Mana shunaqangi holatda bo'ladi-da, xo'p. Ana shu hozircha barcha misollar tugab qoldi. O'zi juda ham ko'p misol ishladik. Qarang bu yerda. Shu holatda 50 shotidagi operatsiyalarni, 51 shotidagi kundalik hayotda, kundalik buxgalter ishlatadigan operatsiya mana shulardan iborat. Mana shunaqangi buxgalteriyani provodkalarini tuzish shunaqangi holatda bo'ladi. Bir-biriga ulab, mana shunaqangi misollar bilan bir pul keladi, bir pul chiqadi. Mana shunaqangi ulab buxgalter operatsiyalarini provodka tuzib buxgalteriya o'rganadi. Bunday keyingi misollarni ko'rib boringizda, hozircha 50 shoti va 51 shotini ko'rib chiqdik.